Davom etamiz. Ayni kunlarda respublikamiz bo'ylab xalq deputatlari saylovchilar bilan sayyor uchrashuvlar o'tkazilmoqda. Ushbu muloqotlarda aholining murojaatlari tinglanib, qator masalalarga ijobiy yechim topilmoqda. Ana shunday uchrashuv Sharof Rashidov tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 10-sonli umumta'lim maktabida bo'lib o'tdi. Saylovchilar bilan bo'lgan uchrashuvda xalq deputatlari Jizzax viloyat kengashi raisi Pardashukurov hamda xalq deputatlari Jizzax viloyat kengashi deputati Akmal Ahmedov, xalq deputatlari Sharof Rashidov tuman kengashiga 8-Qatortol okrugidan saylangan deputat Shoira Akbarovalar Qatortol hamda Mulkanlik mahalla fuqarolar yig'ini saylovchilari bilan ochiq muloqot tarzida uchrashdilar. Unda 2026-2027 yillarda Jizzax viloyatining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishni jadallashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 2025 yil 30 yanvardagi Sharof Rashidov tumanining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturi to'g'risida hamda hududlarda amalga oshirilayotgan ishlar, mahallalarda olib borilayotgan bunyodkorlik ishlari, aholi murojaatlari asosida o'rganiladigan masalalar va ularning yechimi yuzasidan amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar haqida ma'lumotlar berildi. Murojaat bilan kelgan har bir fuqaroning muammosi xalq deputatlari tomonidan batafsil tinglanib, ularni amaldagi qonunchilik doirasida hal etish bo'yicha zarur tavsiya va tushuntirishlar berildi. Ta'kidlash joizki, muloqot davomida bildirilgan taklif va tashabbuslar ham e'tibordan chetda qolmadi. Hammamiz o'zimizda nima muammomiz borligi to'g'risidagi savollarni beryapmiz. Shularning qatorida mana Mulkanli mahallasida yashayman, Mulkanli mahallasida bo'ladigan hayot, Mulkanli mahallasida bo'ladigan tashvishli ishlar, Mulkanli mahallasida bo'ladigan kamchiliklar to'g'risida mana bir ikkita savollar berdim. Birinchisi mana shu yo'l tizimi bo'yicha bultiram, mana bu yo'l ham hammamiz iltimos qilib so'rayapmiz asfalt qilish to'g'risida. Endi meni aytadiganim Uzumzor ko'chasida yashayman. Uzumzor ko'chasining oldida bir bog'cha qurilgan, ozoda bog'chamiz. 2 etajli, chiroyli bog'cha. Lekin atrofidagi yo'lni ko'rsangiz xafa bo'lasiz. Ozoda bog'chasining Uzumzor tomonidagi ko'chasida 320 metr, oldi tomonda bir 500 metr yer qara bo'lmaydi. Bog'chani ko'rsangiz shunday bir orzu havas qilasiz, bir tomosha qilasiz. Keladigan odamlarni, keladigan bolalarni, keladigan bolachalarni ko'rsangiz bir xursand bo'lasiz. Bo'yaga joylarni ko'rganingizdan keyin umuman odamning kayfiyati tushib ketadi. Shuni hozir biz iltimos qilib mana deputatlarga murojaat qildik, aytdik, bular yozib olishdi. Keyin suv masalasida bo'ldi. Suv haqiqatda mana shu tumanimizda, mahallamizda 50 yildan beri qurilgan bo'lsa, turbalar hatta chiriydi. Значит, katta mashinalar yurib ezvaryapti buni. Mana shularning oldini olish uchun hozir bulardan biz iltimos qilib so'radik. Bular ham o'zlarining javobini berdi. Qilinadigan joylarni ta'mirlab beramiz deyishdi. Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi. Saylovchilar hududdagi ichimlik suvi quvurlarining nosozligi, elektr tarmoqlari bo'yicha Bo'ston mahallasi Taraqqiyot ko'chasidagi transformatorlarni yuqori kuchlanishdagiga almashtirish, Mulkanlik mahallasidagi eski simyog'ochlarni yangi temir beton ustunlari bilan ta'minlash zarurligi aytildi. Shuningdek, Mulkanlik, Pillakor, Uzumzor, Qo'shdara, Ulug'bek, Akmal Ikromov ko'chalarini asfaltlash, Bo'ston mahallasi Taraqqiyot ko'chasini shag'allashtirish va qolgan ichki yo'llarni ham ta'mirlash kerakligi aytildi. Ishda mahallamizda saylovchilar bilan uchrashuv o'tkazildi. Shu uchrashuvda mahallamizdan 10 turga yaqin murojaatlar kelib tushdi. Murojaatlarning asosiy qismi yo'l infratuzilmasi, ichimlik suvi hamda toza hududdan kelib tushgan murojaatlar bo'ldi. Murojaatlar joyida 2tasi bartaraf qilindi. Qolgan 12 ta murojaatlarni kerakli tashkilotlarga masalani yechib chiqish bo'yicha topshiriqlar va ko'rsatmalar berildi. Albatta buni natijasini oyda boshida va oyda oxirida mahalladagi mana shu fuqarolarimiz, saylovchilarimiz bilan birgalikda yig'ilib, ularni har oygi masalalarini oyma yechib olish to'g'risida kelishib oldik. Ko'p ko'chalarni asfaltlashtirish 70-80% bajarilgan, arzimagan qismi chala tashlab ketilgan. Mana shu murojaatlardan shu kelib tushgan murojaatlarning ichida shunaqa murojaatlar ham bor. Bularni albatta bartaraf qilish chora-tadbirlari olib boriladi.
Ochiq va samimiy ruhda o'tgan uchrashuv yakunida ko'tarilgan barcha muammolarni tizimli ravishda hal etish maqsadida mas'ul mutasaddilarga aniq vazifalar yuklatildi va ijrosi deputatlar nazoratiga olindi. Bu kabi muloqotlar nafaqat joylardagi muammolarni tezkor aniqlash, balki xalqning davlat vakillariga bo'lgan ishonchini yanada mustahkamlashga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir.